Assalomu alaykum aziz do'stlar, faiz tabrik tashabbusi jamoasi hamdardimiz Maryam onamizni 70 yubileylar bilan xursandlar, tabriklaymiz sizlarni. Marhamat qiling, namramizga taklif qilamiz. Maryam onamizni marhamat qiling. Abdulla Karimov so'rayapti va barcha yaqinlar namramizga taklif qilamiz. Ularga takliflar taqdim Assalomu alaykum deymiz barcha mehmonlarga, mezbonlarga barchani tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kunlar bilan, shukrona kunlari bilan. Bugun faiz tabrik tashabbusi jamoasi mana shunaqangi faizli xonadonga tashrif buyurishimizdan asosiy maqsad Maryam onamizni tabriklab tashrif buyurdik. Maryam ona tabriklaymiz. Shukrona kunlaringiz bilan, quvonchli kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Umringiz bo'lsin. Dunyo turmushga o'tiring. Abdulla akamiz bormi? Keling. Abdulla akamizni ham taklif qilamiz. Marhamat. Keling, marhamat. Keling, barcha yaqin onalarimizni ham taklif qilamiz. Yollarga marhamat keling. Maryam onamiz yollarga keling, marhamat. Xonlarimizni ham taklif qilamiz.
azizim, qadrdonim azizim, tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Xudoyim 70dan oshib, 80dan saklab, 90dan o'tib, yuzlarni millionini ko'rin. Bolalarimiz qizlarni ko'rin. Tabriklayman. Hamisha uyingizga yaxshi kunlar keling. Shu yerda qatnashayotgan hamma jamoaning uylarini, hamma shu mehmonlarning uylarini to'yga borib, hamisha yaxshi kunlar uchrashib. Yana bir bor Maryam opa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Aytanizki bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysin. Abdulla akamiz tayyor bo'libdilarmi? Keling, taklif qilamiz. Abdulla akamiz bormi? Keling. Abdulla akamiz bormi? Keling. Abdulla akamiz taklif qilamiz. Bitta qarsiylar bilan to'lamiz. Keling, marhamat, davramizga. Assalomu alaykum deymiz. Barcha mehmonlarga, mezbonlarga barchani tabriklaymiz. Bugungi quvonchli kunini Abdullaga tabriklaymiz. Quvonchli kunlar bilan Maryamona tabriklaymiz. Shukrona kunlaringiz bilan. Syurpriz kutganmidingiz bunaqa syurpriz? Albatta. Kutilmaganda syurpriz kimlar nomidan deb o'ylaysiz? Qizlarim tomonidan. Albatta qizlaringiz nomidan. Onajon nima deb o'ylaysiz? Farzandlaringiz. Farzandlaringiz nomidan, barcha farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Asosan qizingiz Nasibaxon, nevarangiz Zebaxonlarni va barcha farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Bitta qarsiylar bilan qo'llab qo'ysa, tabriklaymiz. Nasibaxon qizingizni nomidan tabriklaymiz. Nevarangiz Zebaxon nomidan tabriklaymiz. Farzandlaringiz nomidan kelishimiz o'ngillar bilan gaplashdik, onajon. Onajoningizni shukrona kunlari bo'lsa, qanaqa tilaklaringiz bor, qanaqadir so'zlaringiz bor deb so'radik. Shunda farzandlaringiz aytayapti, ukam deyapti, bugun biz uchun eng muhim va eng qadrli kunlardan biri deyapti. Sababi bizni 9 oy 9 kun qornida ko'tarib dunyoga keltirgan inson. Bizning mehribonimiz, bizning farishtamiz, jannatimiz, onajonimiz bugun shukrona kunlari deyapti. Avvalambor tabriklaymiz shukrona kunlari bilan. Hamda bizning davlatimiz, onajonimizni ham tabriklaymiz. Quvonchli kunlar bilan deyapti. Farzandlaringiz aytayapti, qizlaringiz bugun bizning xonadonimizda katta bayram, katta tantana o'tgan deyapti. Biz onajonimiz shukrona kunlarida onajonimizga, dadajonimizga o'zlarimizning rahmatlarimizni yetkazmoqchimiz deyapti. Abdullaga juda farzandlaringizdan so'radim. Qanaqa rahmatlaringiz bor ota-onangizga, qanaqa tilaklaringiz bor deb so'radim. Shunda farzandlaringiz aytayaptiki, avvalambor rahmat aytamiz dadajonimizga, onajonimizga deyapti. Bizning farzandlarni dunyoga keltirganliklari uchun va bizlarni o'stirganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti. Bizga bu hayotdagi eng yaxshi tarbiyani berganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti. Bizni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotganliklari uchun rahmat aytamiz deyapti. Farzandlaringiz aytayaptiki,
Biza hozirgacha qanaqangi martabalarga, qanaqangi yutuqlarga erishib kelayotgan bo'lsak, bularni hammasi o'zidan o'zi bo'lib qolmagan deyapti. Bularga sababchi insonlar bor deyapti. Bular bizni davlatimiz, dadajonimiz hamda jannatimiz, onajonimiz bo'ladilar deyapti. Sababi ular avvalambor bizani dunyoga keltirdi, voyaga yetkazdi, o'zi yemay yedirib, o'zi kiymay kiydirib, hayotni har qanday qiyinchilik kunlarida ham, sinovli damlarda ham o'zlarini o'ylamasdan faqat farzandim, bolam, chaqam deb bizlar uchun yashab kelgan insonlar deyapti. Farzandlarim hech narsaga zor bo'lmasin, hech kimdan kam bo'lmasin deb faqat bizlar uchun, farzandlar uchun harakat qilgan insonlar bo'ladi. Bizlar rahmat aytamiz barchasi uchun deyapti. Ular aytadilarki, dadajonimizni, onajonimizni bizlarga yoshligimizdan beri berib kelayotgan tarbiyalari-yu va bizni har kuni qilayotgan duolari sabab biz mana shunaqangi katta darajalarga yetib yuribmiz deyapti. Ularning barchasi uchun rahmat aytamiz ularga deyapti. Ular aytayapti, shuni ham aytib o'tishimiz kerakki deyapti qizlaringiz. Biza ukam avvalambor faxrlanamiz deyapti. Mana shunaqangi halol, oqko'ngil va mehnatsevar insonlarning farzandi ekanligimizdan deyapti. Va mana shunaqangi insonlar biz ota-onamiz ekanligidan biz juda ham faxrlanamiz deyapti. Farzandlaringiz aytayapti, onajon, shu kungacha ota-onamiz faqat bizani deb yashab keldi deyapti. Endi bitta iltimosimiz bor. Endi o'zlarini ehtiyot qilsinlar. Endi o'zlarini asrab ehtiyot qilsinlar. Chunki shu kungacha bizani deb tinmadilar. Endi bas, endi bizani navbatimiz keldi. Endi biz farzandlar harakat qilamiz, mehnat qilamiz, ularni ishonchini oqlash uchun, yuzlarini yorug' qilish uchun deyapti. Ota-onamizga farzandim, bolam, men sendan faxrlanaman degan bir og'iz shirin so'zlarni eshitish uchun biz jonimizni berishga tayyormiz deyapti. Onajon, qizlaringiz aytdiki, lekin ba'zi shunaqa paytlar bo'lgan deyapti, ukam deyapti. Yoshlikda ham shok bo'lganmiz biz. Hozir ham ba'zida xo'p deymiz, onajonimizni aytganlarini qilmay qo'yamiz, ba'zida xafa qilib qo'yamiz deyapti. Agar ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsak, bugun aynan hozir barchasi uchun kechirim so'raymiz deyapti. Va biz har doim shuni xohlaymiz, onajonimizning ko'zlaridan hech qachon ko'z yoshlari oqmasin. Yuzlaridan kulguli tabassumlar arimasin. Ular o'zlarini ehtiyot qilsin. Dadajonimiz, onajonimiz borligi biz farzandlarni bu hayotdagi eng katta omadimiz deyapti. Umri uzoq bo'lsin deyapti. Qizlaringiz aytayapti, aslida ukam deyapti, onajonimiz uchun, dadajonimiz uchun nima ham qilsak, nima desak ham kam deyapti. Lekin shunday bo'lsa ham, biz dilimizdagi so'zlarni tabrik she'rlarga ko'chirdik deydi. Agar ruxsat bersangiz, farzandlaringizni nomidan bitta ajoyib tabrik she'rlari bor. Mana shu tabrik she'rlarda siz qizlaringizni, Asibaxon, Zebaxonlarni va barcha farzandlaringiz dil so'zlari aks etgan. Abdullaga farzandlaringiz nomidan qo'yishtirsin. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr. Uyqulardan kecha tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz. Mening ertam uchun tinmaganimsiz. Har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun. Baxtim butun, shodlik, quvonchim butun. Mehnatingiz uchun, barchasi uchun. Rahmat sizga ota, rahmat onajon deb o'zim bitta qarsa. Tabrik xonadonimiz yo'q, tabrik qo'yishimiz ma'qul. Tabrik. Azul so'ngra tafsir qo'yganimizga kelman.
kim basalmaz, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar, qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilan, mani borimcha ko'rar qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar, qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilan, mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, Keling yaxshilar yo'llariga taklif qilamiz. Tabrikimiz yana bor. Tabrikimiz. Abdullaga Maryamona kayfiyatlaringiz qanaqa? 100 eurimi? 100. A'lo kayfiyatlaringiz. Hamisha zo'r bo'lsin, a'lo bo'lsin kayfiyatlaringiz. Tabrikimiz yana bor quvonch kunlar. Xudoxohlasa 70 yoshda qarshi olasiz. 70 yillik yubiley bugun. 80dan sakrab 90 bilan to'qnashib 100 bilan yuzga yurganingizda ham katta yubileylarni ham mana shunaqa kechganlaringizni, yaqinlaringizni yo'lidan nishonlab o'tirmoq nasib etsin. O'sha tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar, tabriklaymiz. Hozir qizlaringiz nomida traktan dil so'zlarni yetkazdim. Lekin ularning o'zlarida ham bor bilaman, sizlar uchun aytadigan niyatlari dil so'zlari. Hozir Abdulla aka, sizlarni hurmat qilib mana shu yerga chiganlaringiz qarindoshlaringiz tashrif buyuribdi. Agar ruxsat bersangiz, oralarida tabriklab qo'yadiganlar bo'lsa, mehmonlarga mikrofonni bersam, nima deysiz? Yaxshi niyatlari, tilaklari bo'lsa, ki farzandlar nimalar davom ettiradi. Hop. O'zingiz boshlab berasizmi aka? Keling, onajon marhamat. Yakın şişe. Konuşum. Kulaklıdır. Hadi arkadaşlar. Allah sebep. Beğenmeden sebep. Kardeş olanlar hemen yakınlar. Giyip yığılışır. Kılını arayındır. Tebrikler. Hemen bir desin siyasları Allah vereyim. Tebrikler. Uşak arkadaşlar uzak ömür dilemen. Hem bunun hiç siyasete gidince uzun bağlar terbiyeler, kızlar terbiyeler boyaga yedirip cahil yerine kondurup gelin alıp aklı kuruluşlarına İslam'ın eğitimi koyun. Sizlerin yaşınızı versin bunlara da Kuday silasın bunları sizleri silasın. Yüzlerdirler, 80-90 yükülere bir yüreğlerde bir kavuşmadan mesuliyet yapılan edeleştirmek. O sevinç, kuvvanç gözyaşları Allah. Sağ ol bu ay sağ ol. Birge edeleşme yüreğimiz hem bu vakit. Aktıklarını gülendirgenle de birge. Nabalları, perzentlerine, kızlarına, Kuday'ımızlarını yollamıştı veriyor Kuday'ım. Kuday'ım keyin ağay. Aktık kurgayın niyetlerine yediğim yürüyor Kuday'ım. Allah salamet ettirmezlerge. Şimdi bana bir uzaktағы ağaylıdan yakıntağı komşu yapsın. Muhabbet bitkilerini bildirsin. Salamet bildirsin. Riyapa ablaya tebrikleymen. Ne şu azı kurup, ne toplanıp, demek dikkat yaşamagan ekansiz. Farzandlaringiz shunday ko'nglingizni alayib deb harakat qilyapti. Xudoyim har bir kuni shunday bir quvonchli bo'lsin. Shunday bir yaxshi kunlariniz ko'p bo'lsin. Bag'alaringiz qadam sizlarning yo'llaringizni bersin. Bundan keyin hamisha quvonib, darmalib, fazilatli yashanglar. Ovosim keldi. Doktor. Neler kıldırı var? O terbiyeliğinden Bir bakın. o sizden terbiyeliğinden o yan aşk ettiğim beni bilmek görürken mimarlarını bu yakıt çevre bu programda geçmeyen kapan. Alır işte. Sürpriz de mi koydular? Sürpriz. Hiç Neden bilmedim. babam var? Onda benim sebepçimiz beni yapan Ağlarken Göbreğiminin, Herikimin
Yüzge çıkın. Yüzge çıkansı birge iyileşi vermek nesip etmeyi. O kızların, akıkların, nevre çevrelerinin birinin hizmetini birgelikte görmek nesip etmeyi. İşinizde rıvaç, avuşta bereket, yıkansak mol olsun, yaş günleriniz kut olsun, beğenme tebriklep deyip, yaş günlerinizde birge iyileşi vermek nesip etmeyi. Çok hınadanma hemişe yaş günleri paylağa gelebildik. Neyim kaptın bunu? Ablallam, yaramama, şiiriyle, senteriyle. Kudayım ballarınızın, kızlarının rahatını görüp ürgeysiz. Bizlerden hem aldığımızda soğuk olun. 80'ge, 90'ga çıkanlara da bir şey için inşallah oturmak nasip etsin. Birgeleşip yürüyoruz. Tebrikliyim. Rahmet. Hürmetli ağay tuğalar. Mine bugün Ayapam'ın 70 yıllık yubileyken avlaka bilen ten kardeşim. Kudayım hemen kızlarımın, bağlarımın, kızlıklarını görüp mineki kızlar, bağlar şunday bir geletken eken bildim heyecanlanıp kuandırıp ban. Kudayım hem vakt sağ salamet yürüp hemmesinin kızlıklarını görüp Kudayım sağ salamet yürüyorge elinde. Ayıpa soğuk boğay, salamet boğaysız. Kudayım avlakamla tiyen kardeşim. Hemmesinin kızlıklarını görüp Kudayım hemen birlikte süйтіп turmak Kudayım hemmege nesip etkey. Sizlerge dam rahmetimle kim turmalarınız için. Kudayım soğuk birleşler. Ayapa 70 yıllık yubileyimiz kutlu boğay, ablakan bilen diye kardeşi, bu kızlarımızın rahatını görün. Dünyada cemiyetkinliği arzu, niyet bolsa hemmesine royapka çıkışga talep başman. Baxtlı bolunlar. Hemmenin uyunda şunday yaxşı günler, toylar bolsun. Yubileyler bolsun. Hey, Firuze denen kızım var idi. Gelinler kız yakınlara. Ay, Bilge'miz olmasın. Ay, 100 yaşlarında yürümezler, kardeşim. Ulan şu perzentlerimizden, nimelerinizden, çevrelerinizden, kazanımda yürüyüş nasip etken şu an. Aklın yerine çoluk iyi oturmak nasip etken. Aynen zaramızdan kalırsa yenemden aklından yine hürmete tebrikliyim. Ha rahmet. Sergeler kızlarının yaşlı versin, yenemli yaşlı versin. Tebrikliyim. Arşambet. Arşambet kime? Yine bir kızım var. Dabuar, Kudayım aman, şu yubileyleriniz bilen tebrikliyim. Kudayım uzak yaş, uzak ömür versin. Aktık, çoğuluk, yavuluk, tuğluk versin Kudayım. Kendimizden soyuyorum. Hem vakti yaxşı günlerinizde gelin. Tebrikliyim.
men bilen atamyň tugan günleri bilen tebriklerim. Uzağımda, sağlık, salamatlık. Elimizde oynap gülüp, son salamat bolýarsyz. Tebrikleymen, 100 yaşlarga kirip ýürgensiz. Ayıplarında yubileyleri bilen tebrikleymen. Daim erdinizde savcısın. 80'den sekrep, 90 bilen tokmaş, 100 bilen yüzleş görebilsin. Diyor gibi. Üzüle çıkarsın. Ya da istersen ucunu şeyleri kazandırıyor. Allah kabul telaşı içiyor. Arkadaşlar sanırsına kadar 90 lira toplayıp daimi 100 yaşına çıkan da sizlerden bir oturmak nasip etsin. Böyle olsa iyi olur. Merhaba hemşire. Bence işte seni işte. Gündüze anlattığının önümdeki serişten. Barzam soruyorum kızım. Tabrikler koyar mısın? Apay, ekey, tugan günüňiz tebrikleymen. Daim uzak yaşagaysiz, bizlerden baktığımızda sağ bolaysiz. Attıklaryňyzyň, çoğuluklarınızdan toylaryny görüp ýürgeysiz. Sizlerge min rahmet aytaman, milyon rahmet aytaman. Başım yerge tikkunçe igilemen. Zakırık yuvalasından namınlanam, Yıldız kızınızın namından, çoğuluklarınızın namınlanam, tebrikleymen. Uzak yaşayın, erdinizde sağ boğaysız. Ekey, Apaşe, 70 yıllık jubilesinden tebrikleymen. Hudaýym eldinizde sağ ýürün. 80, 90, 100 yıllıklardan oturawyryk. Eldinizde sağ bolyp biräwrim. Rahmet apay. Ekey, dedem, çoğulup, qaytyrıp, ayağa etirip. Rahmet ekey, apay yaxşı rahmet. Ekey, apa, bugünkü tugan bilen tebrikleymen. 100 yaşlarga çıkıp ýürgeysiz. Bundan da rahmet aytaman. Babalaryňyzyň kızlaryny görüp ýürgeysiz. Batırşıp seni Tebrikleymen ýene bir mette. yigitçe Ene, atay, tebrikleymen. Elimizde sağ bolyp ýürgensiz. Balamızdan namından tebrikleymen. Tuganymyzda eldimizde sağ ýürün. Şu aklıklardan şükür oturmaklar düşünmemiz gerek. Sağ bolyp ýürün. Tebrikleymen. Balamızdan namından. Tebriklemen yine. şiir sana şiir. Vay babay, tebrikleymen. Hemişe yaxşı günlerimizde yanımda yürgeysiz. Ata yine tebrikleymen, tugan günleriniz bilen. Hudaýym sağ bol, salamat bolun elinizde. Hudaýym 80, 100
Rizqimdan yaşlar salam şükür oturmak esib etsin Xudayım. Sağ olun, salamat olun. Elimizde sağ bulur gözler, yedi gibi hasta hacada kolaymış. Yalama. Evet, Süleyman. Evet, evet. Vaçınbek bağıracak. Çakırsın. Gap rahmat, gap rahmat. Keling, tabrik. Roza. Marhamat, keling. Ularga tabriklayman 70 yillik yubileylarimiz bilan. Ablakam bilan teng qartayishib yuzlarga chiqaysiz. Mana shu farzandlaringizdan rahatim ko'rgaysiz. Hamisha shunday qilib davrangizda aylanib yuraversin deyman. Baxtli bo'ling. Katta rahmat. Barcha aytilgan yaxshi niyatlar tilaklar ijobat bo'lsin. Tabriklaymiz sizga ro'para barchani qo'shni kuladi. Abdulla aka, endi o'ziga mikrofonni bermoqchiman sizga. Sizdan onajonimiz umr yo'ldoshingizni tabriklab qo'yishingiz mumkin. Qarindoshlarga, farzandlarga yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qo'yasiz. Hamma yaqin odamlarimiz endi hammalarimizga kelalarimizni rahmat. O'zimni yo'ldoshimdir. 50 yil yo'ldoshim Xudoning bergan joyini yashab, birga qatnashib, rahmat. Sevgilim, sevgilim. Ben korkuyor bu düşünceler. Ana Gorka. Gorka. Kesinlikle sağ olasın. Tüne turgun çekimi tabriklaymiz. Hatta maaşlarına yoş boyuydu. Böyle tabriklaymiz. Onajon, size mikrofonu vermedi. O size yaxshi niyatda bo'lsa yo'llab qo'yasiz. Farzandga mehmonlarga marhamat. Balacanlarım, komşularım, hemmeleriniz sağ olasınlar, rahmet hemmenizge. Kızlarım, hemmeleriniz sağ olasınlar, baxtlı olasınlar. Xudayım sizem şu yüzlerine çıkıp sağ salamet olup, Xudayım baxtlı olayım bir görgeysler. Xudayım Allah Teala hemmelerinizge yanım olar, Xudayım. Hemmenizge sağlık, salametlik. Baxtlı olayım bir görgeysler. Rahmet hemmenizge. Tez kalan hemmenizge. Aracanlarım rahmet sizlerge gelin. Oylamadan bir de oylamadan. Rahmet hemmenizge hayacanlarım. Sağ olasınlar. Ben 40 yıldır şerait edeceğim. Olsun 70 yaşınız. Östürüp oğul kızlarınızı derya bebek olup taşınız. Onlar bitecekler. Katta rahmat. Katta rahmat. Tabriklaymiz. Buraya qayerga
O bunun efesi var mı? Mayli keladi, keling, boshqa bitta o'yin davrasini qilmoqchimiz bo'lsa, hamma birga bitta davraga taklif qiladi. Keling, barcha mehmonlardan birga keling marhamat. O'yin davrasiga taklif qilamiz barcha mehmonlar. Marhamat. Kara güzel
Cruising